Zangi ota tumani, ya'ni Zangi buvaga bor yo'q 1 kilometr bo'lgan lokatsiyadan shunaqa chiroyli mahalladan men sizlarga 2 etajli chiroyli uyimizni obzorini qilib beraman. Akalarim, bugungi kelgan lokatsiyamiz Zangi ota tumani, ya'ni Zangi buva ziyoratgohiga bor yo'q 1 kilometr bo'lgan lokatsiyada bo'ladi. Uyimiz shunaqa 2 etajdan iborat bo'ladi, 2,5 sotuv bo'lyapti. 6 ta xonadan iborat plus oshxona bo'ladi. Kirib kelarganimiz chiroyli shunaqa darvozaxonasi bo'lyapti, to'g'rida letniy kuxnyalari va keldi-ketdi uchun sanuzeli bo'lyapti. Uyimizning startli narxi $35,000 deb baholashyapti. Korpusi bu ichki fasadi bo'ladi. Kirib kelarganimiz bitta chiroyli kattagina hol. Chap tomonda ayollarimiz sevimli xonasi, oshxona bo'ladi. Buni yonginasida esa yana bitta kattalarimiz uchun spalnya yoki yana bitta zal qilib bo'ladi. Juda ham kattagina bo'lib turibdi. Va buni ham yonginasida esa yana bitta chiroyli kattagina zalimiz bor. Korpuslar, remontlari juda ham ajoyib holatda. To'liq pishgan ishdan bitirilgan, cho'qlik polda qilingan. Va bu yoqda esa chiroylikgina o'zini sanuzeliga ega bo'lyapti. Bu yoq tomondan esa ikkinchi etajga ko'tarilib kelarkanmiz. Remontlarni ko'ryapsizlarmi, qanaqa juda ham chiroyli holatda. Uyimiz 6 xonadan iborat bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqib kelarkanmiz, chiroyli katta hol. Qo'limizning o'ng tomonida esa bitta xona, освещениялari bor romlari bilan. Bu yoq tomonda yana bitta xona, tepada общий sanuzel va bu yoqda esa yana bitta kattaroq zal bot. Korpuslar juda ham a'lo holatda. Va buni yonginasida ham yana bitta chiroyli bitta xonamizga ega bo'lyapti. Akalarim, shoshilamiz, kimda kim Zangi buva ziyoratgohiga qo'shni bo'laman degan shu atrofdan shunaqa chiroyli uy qidirib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Uyimizning remontlari juda ham ajoyib holatda bo'lyapti. Korpuslar 2 etajdan iborat bo'ladi. $135,000 startoviy so'rashyapti. Shundoq kirib yashaydigan holatda bo'lib turibdi. Shoshilamiz, bu uyimiz ham kanalda ko'p turmaydi. Xudo xolasa tez kunlarda sotilib ketadi. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib tursanglar, like bosib tursanglar, biz sizlarga yaxshi uy, yaxshi joylarni topib olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurak jani qizarib qo'yish.